Bilasizmi, ayollarda tug'ish jarayonidagi og'riqlikni olimlar o'lchab chiqqan ekan. Ya'ni og'riqlik o'lchov birligi del bilan o'lchanar ekan. DL. Bu bilmaganlar uchun bitta ma'lumot. Inson 47 del og'riqlikni ko'tara oladigan, undan ortig'ini ko'tara olmaydigan. Ayollar tug'ish jarayonidagi og'riqligi esa 57 delga to'g'ri keladi. Tasavvur qilyapsizmi? Biz ko'tara oladigan 47 deldan yana 10 del oshiqcha og'riq bilan ayollar farzandlarni dunyoga keltiradigan. Bu degani 20 ta suyagingizni bir vaqtda sindirishga teng ekan. Tasavvur qilyapsizmi? 20 ta suyagingizni bir vaqtda sindirayotgan og'riqlik bilan ayollar mana shu og'riqlikni bo'yniga olar ekan. Alloh taolo mana shu sabrni bularga bergan ekan. Endi Alloh taolo bularga og'riq me'yorini 57 deb belgilab qo'ygan bo'lsa, biz erkaklar ayollarga bundan ortiq azoblarni berayotgan bo'lsak, bundan ortiq og'riqlarni berayotgan bo'lsak, bu biz tomonidan nomardlik hisoblanadi. Tasavvur qilyapsiz. Shuning uchun biz erkaklar ozgina o'ylashimiz kerak bo'lgan joylari ham bor. Mana shu paytlarga ham yetib keldik. Shunaqa. Endi bizni ko'rib turganlarga, obunachilarimizga ham maslahatimiz, mana shu roliklarni tanishlariga yuborib qo'yinglar. Albatta bizga o'xshagan erkaklar uchun bu ma'lumot bo'ladi degan fikrlamiz. Yoqqan bo'lsa like, kommentariyada yuz belgisini qoldiringlar. Agar siz bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta ongingiz darajasida rivojlanamiz. Bilasizmi, biz yoshligimizda qanaqa tanlov bo'lgan? O'sha har bir davrda o'zini qadriyati bor-da. Mana 80-yillarda agar yigit armiyaga bormagan bo'lsa, unga qizini berishmagan. Birinchi beradigan savoli, kuyov bola armiyaga borganmi deb so'rashgan. Endi o'sha davrda erkaklar armiyaga borgani uchun qadrli bo'lganda. Chunki u qo'rqmas bo'lgan. Keyinchalik 2000-yillarga kelib, yigit o'qiganmi deb so'rashni boshlashdi. Endi ana shu davrda o'qimishli erkak qadrli bo'lgan. Chunki u fikrlashni bilgan. Endi hozir bugunga kelib pul, mashina qadrli bo'lib qoldi. Chunki fikrlash shart emas-da. Faqat qarash kifoya bo'lib qoldi. Endi hech kim so'ramaydi, bu erkak oilasiga qanaqa, ota-onasiga qanaqa, ayoliga qanaqa munosabatda bo'ladi deb. Aslida eng katta boylik oilasiga mehribonligida va mas'uliyatida. Ya'ni kun kelib kuchdan qolishi mumkin, mashinani almashtirishi mumkin. Lekin noto'g'ri tanlov umrni almashtirishga bermaydi. Shunaqa. Men ko'proq erkaklarning sifatini talqin qilyapman. Bu bilan mendan do'stlarimiz o'pkalamasin. Men buni o'zim erkaklarda tushunganim uchun, payg'ambarimiz alayhisalom qilgan sunnat amallari bo'lgani uchun gapiraman. O'zi erkaklik nima, jasorat nima? Hozirgi kunda bu savolga javob topmoqchi bo'lsak, payg'ambarimiz alayhisalomning qilgan sunnat amallariga qarasin. Shunda javob olamiz. Hattoki bir kun payg'ambarimiz alayhisalom tiz cho'kib Safiya onamizni tuyaga minishga yordam qilgan. Buni sahobalar ko'rishgan. Agar hozirgi kunda biron erkak mashina eshigini ochib ayolni o'tkazib qo'ysa, u ko'rganlarning nazdida xotin kalaj, xotinning quli, lapashang, er bo'lmay o'l degan kulgi ostida qoladi. Bu bizi adashganimiz emasmi? Bu bizi ahmoqligimiz emasmi? Erkak uchun mashinani eshigini ochib qo'yish bu ayolga ko'mak. Shuni tushunmaymiz. Biz divanga yotib olib, choy damlashga o'zimizning aqlimiz, kuchimiz ham bo'lsa, buni damlamaymiz. Choy damlab ketishni bilamiz. Bunaqalarni aytadigan bo'lsam sanoqsiz. Ayol bola baxsinmi, choy damlasinmi, uy yig'ishtirsinmi? Xullas nima demoqchiman? Erkakman, erman deganlar payg'ambarimiz alayhisalomni hayotlariga qarasin. U zot ayollarga qanday go'zal munosabatda bo'lganiga qarasin. Shunaqa. Agar so'zlarim yoqqan bo'lsa, albatta like, kommentariyada 100 bahosini belgisini qo'ying, obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa.